işte, nima yeymiz? Mening untamığı yegim bor. Yana untamığı yemdik. Ecep siriktim. Untamığını yeyverip, yugurga oynab qolma yana. Sen nimani bilatding? Bu degan havas. Undaqda sen berip yugurash ishgin. Men guruch osh yeyman. Ma'qul, amsa hammamiz o'z sanimimizga dasta beraylik. Bir vaqt tomoq yeganga samirib ketamdik-a. Asta, kechki yeyishni olib qo'ydi yuraydi ekansan. Men sana har kim o'z sanimiga dastash degan idiomni da'vatdiman. Janub Shimol sulolalar davrida Shimoliy Vey beyligida Yuanji ismli biri o'tgan bo'lib, u nihoyat iqtidorli, ammo bak vakobur kishgan. Podshoh Shovin uni bak hurmatlagachga uningga amal beribdi. To'xtab qolding-ku. Pigim, oldimizda bir ot harvisi bor ekan. Yo'l tor bo'lg'achqa o'tamidi. Mening yo'limni to'sib olgan qaysi qop yurakkan u? Voy, aslida Yuan birodarkanda. Bu yerda sizni uchirtib qolarimni faqatla o'ylamabdi ekanman. Peshonimizga shundoq tutilgan cheg'i. Raqiblar tor yo'lda uchirishib qolmoq degan shu-da. Neri tur. Yaxshi ish yo'l to'simaydi. Ay, Yuan birodar, bu nima deganingiz? Men degan taftish begi. Amilimmo sizdan cho'ng. Shunga siz menga yo'l bo'shatsangiz to'g'ri bo'larmikin? Bugun havo bak yaxshi bo'lg'achqa, issiqdan beshon qaynib qolgan o'xshaydi. Men degan Loyangning yerlik amaldori. Mening nazarimda sen bir Loyanglik puhra. Nadimi yerlik amaldor? Puhraga yo'l bo'shatgan ish bor-ku. Siz bakli yo'lsizkansiz. Sana qoida so'zlaydigan vaqtim yo'q. Eng yaxshisi qaysimizning mushti qattiq, taslish baqaylik. Sana gap qilib og'zimni upuratganning foydasi yo'q ekan. Nochi bo'lsang xonman oldiga berib so'zlashaylik. Bardoq, senda qo'rqib qoladimmi? Alilari, bana igi bo'g'ayla. Vazirim, neymiş bo'ldi? Yuanji meni bo'za qildi. U Asta, gapni o'xshab qilamagan. Alilari, menday. Mantiqi, neymiş bo'lgandi o debdiman. Asli mushu ishmidi? Xon alilari, men degan taftish begi. U bo'lsa Loyangning yerlik amaldori. Shundoq turib, u menga yo'l bermadi. Aytqanlaring o'rinliq. Xon alilari, men xondanligimizning yerlik amaldori. Loyangda turdiganlarning hammasi mening boshqarish doiramda. Shu uningga yo'l bersam, bu men uchun haqorat emasmi? Aytqanlaring o'rinliq. Xon alilari deb baqla. Ishimizdan zodi qaysimizning gapi o'rinliq. Loyang degan ostona. Gapinglardan har ishkilanglarning o'rinliqda kes qoldim. Şuna her işkiringlar o'z yo'linglar ayrilib maqsanglar yaxshi bo'lamdikin deyman. Am xo'sh. Har kim o'z sanimiga dastimak degan idiom nishoni o'xshash bo'lmaganlarning har kim o'z yo'liga menishini, xohlaganini qilishni tushuntirib beradi. Tushundinglarmi?